nima narsa foydasi bor, nima ziyoni bor, zarari bor, shularni menga aytgan buni ustoz. Ashulani yaxshi ijro etgan insonga tan berar edilar. Agar noto'g'ri aytsa, betiga aytadilar, orqasidan gapirib yurmasdilar. Bir to'g'ri odam edilar. Amerikaga kelsalar o'zim kutib olib, yana o'zim kuzatib qo'yar edim. O'zbekistonga borsam, ustoz meni o'zlari kutib olib, yana o'zlari kuzatib qo'yar edilar. Kamtarin, xoksor, samimiy, oddiy, toza inson edilar. Ma'rakalarda bir joy xizmat qilsak, xizmatga tushib qolsak, ustoz bilan bu kishi tog' bilan ashula aytsalar, men doira chalar edim. Men tog' bilan yo tambur bilan ashula aytsam, u kishi takabburlik qilmasdan bir xoksarona doirani olib chalar edilar-da. Masalan, men uchta davlatni hofiziman, xalq artistiman. Sen kim, men kim, senga men doira chalmayman degan gap u kishida bo'lmagan. Bir kun mana bir she'rim yoqib qolgan ekan, panch panja barobarni deb. Shuni aytdilar, shu so'zlarni menga yozib ber. So'zlarini yozib berdimda, keyin aytdimki, buni ustoz Avrom Tolmasov yaxshi ijro etganlar, ohanglari